Yo'q. Eshiging kaliti yo'q. Aravani garajga tort, ikki oyog'ing qo'lga ol, begona chop. Keling, assalomu alaykum. Qani soch aylanib ketdi? Biladi. Assalomu alaykum, nima gap charchaysizlarmi? Rahmat, o'zingiz tinchmi? Ha, siz ham eplab bo'lmay qoldi, aylanib ketdi. Ha, reklama olyapsizmi? Da, men reklama olmayman. Aha, malades, aylanib ketdi. Ana o'tdag'ida bitta obzor qilib reklama qilib berasiz qancha? Faqatcha kattaroq format top chiqib berasiz, aylanib ketdi, xijolat bo'lmasin, Reklama post anaqam istoriya ham 500 ming so'm. Biladi, malades, menga qara, shunchalik ham qimmat turasanmi sen? Halo. Postingiz narxi qancha aylanib ketdi? Postim $150. Menga qara, tinchgina yotur. Pul yo'qligida sanam. Menga qara, aylanib ketdi, so'msan narxini aytyapsiz-da. Kelishtirishni dodisi yo'qmi? Instagram yozsanglar kelishtirgan narxda qo'yib beraman. Aha, xo'p bo'ladi, aylanib ketdi. Yozgandan keyin kami yo'q deb turmang, otni qatig'i deb. Sog' bo'ling.